Bugun biz 38 milliondan ziyod katta xalqmiz. Mashaqqatli va sharafli mehnatimiz bilan dunyoda hurmat topayotgan, ertangi kunga ishonch bilan dadil borayotgan matonatli va g'ururi baland millat biz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis hamda O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasi hamda O'zbekiston 2030 taraqqiyot strategiyasida belgilab berilgan ustuvor vazifalarni keng jamoatchilik muhokamasiga yetkazish bo'yicha yig'ilib turibmiz. Uchrashuvda ziyolilar, nuroniylar, yoshlar, huquq-tartibot idoralari xodimlari hamda ma'rifat targ'ibotchilari yig'ilishgan. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad albatta 3-renessansni biz yoshlar bilan birgalikda quramiz deb aytib o'tgandilar. Bu yoshlarga bo'lgan ma'naviy immunitetni shakllantirish, hozirgi dunyoda bo'layotgan geosiyosiy vaziyatlarni to'g'ri qabul qilgan holda yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdan iboratdir.